Assalomu alaykum. Shayxontohur tumanining Fayzli mahallasi Shofoyizdan uy chiqdi. Yaxshi ko'chadan kirib kelganda shundoq o'ng qo'lga qarasa to'g'rida Ko'kcha masjidi, o'ng qo'lda yana bitta masjid bor. O'sha masjidning yonida yer narxida sotiga 65 mingdan 3.2 sotuvlik hovli sotilyapti. Hovlining obzorini bitta ko'ramiz, yo'qsa egalari nomerini qoldiramiz, bemalol telefon qilib ko'rib savdolashib olsanglar bo'ladi. Uyga ko'cha qismini ko'rayotgan bo'lsangiz, so'killar qilib qo'yilgan, faqatgina fasad qismiga ozgina qarab mehr berib olsa bo'ldi. Yo'ligimiz uzun, fasad qismi 13 ga 25 bo'lyapti, mana hovlisi. Kirganimizda o'ng qo'lda bitta katta zal. Bu uyga biznesdan shuni kirib yashasa ham bo'ladigan variant. Bu yoqda mana bitta xona detskiy bo'lyapti. Keyingi xona spalniy bo'lyapti. Uyga ma'lumoti 3.2 sotuv, 6 xona, 2 ta kuxnyasi bor. Hovliga chiqqanimizda bu yoqda bitta katta uzun mehmonxona, yana bitta kuxnya, vanna tualet alohida, bu yoqda yana bitta kuxnya bor va 2 ta xonasi bor ekan. Uy egalarining nomerini qoldiramiz, telefon qilib bemalol savdolashib, kelib ko'rib olsanglar bo'ladi. Sog' bo'linglar, uychi bolalar sizlar bilan.